Abdulla Qahhor Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida menejment fakulteti talabasi Hamroyeva Sabina Ismoil qizi. Dumli odamlar. Respublikamizga chet eldan keladigan ba'zi turistlarga tushunib bo'lmaydi. Milliboy aka, pensioner, partizan. Jiyanim turistlar idorasida ishlaydi. O'tgan shanba kuni uyga kelib, bu yil turist ko'p, odam yetishmayapti. Shahrimizda 2 kun to'xtaydigan bir mehmon bor. Qarashib yuboring, deb qoldi. Pensiyaga chiqqanimda endi 8 oy bo'lgan. Hali pensiyaxo'rlikka o'rganganim yo'q. Zerikkanimdan kampirimning ishlariga ham o'zimni ham xunob qilib yuborgan edim. Jiyanimning iltimosiga darrov ko'ndim. Men 11 yil shu idorada kichik bir lavozimda turib, pensiyaga shu yerdan chiqqanman. Shu 11 yil davomida qulog'imga kirgan kalimalar o'rnashib, undan bir so'z, bundan bir so'z cho'qib, tilga havas paydo qilganimda esa idora xizmatchilarining yordami bilan kitob datalab, ingliz tilini uncha-muncha bilib oldim. Ingliz tiliga moyil bo'lganim albatta tasodifiy emas. Bolaligimda Amerikaning ta'rifini ko'p eshitganman. Ana osmon teshar imoratlar u, ana osmon ko'chalari. Dushanba kuni yangi Banoras Abraton va yashil baxmal do'ppimni kiyib idoraga bordim. Jiyanimning kabinetida ozg'in, tepakal, ko'zlari och odamning ko'zidek yaltirab turgan 45 yoshlardagi bir kimsa o'tirar ekan. Men taxminan mehmon shu bo'lsa kerak, deb inglizcha salom berdim. Mehmon qayrilib qaradi. Birdan xuddi ko'z ko'rmagan va quloq eshitmagan bir jonivorni ko'rgandek hayron bo'lib sekin o'rnidan turdi. Salomimga alik olishni ham esidan chiqarib, menga boshdan oyoq razm soldi. Men o'zbekman, inglizchani qayerdan o'rganganimni so'radi. Savollariga javob berganimdan keyin to'nimni, do'ppimni ushlab, soch-soqolimni tortqilab ko'rdi. Jiyanim menga ko'z qisib, "Qo'yavering" degandek ishora qildi. Jiyanim meni tanishtirgandan keyin mehmonni mehmonxonaga olib bordim. Unga 2 xonalik juda yaxshi nomer olib qo'yilgan ekan. Mehmon nomerni ko'zdan kechirdi. Yarqirab, ko'zni kamishtirayotgan jihozlarni birma-bir ushlab, silkitib, tirnoqlab, bilab ko'rdi. Men bunga chandon e'tibor qilmadim. Chunki boya idorada inglizcha gapirgan o'zbekning o'zbekligiga ishonmay, uning libosini ushlab, soch-soqolini tortqilab ko'rgan kimsa hozir o'zbek mehmonxonasidagi yaxshi jihozni qalbiga gumon deb bilsa ne ajab. Chet elda hozir ham O'zbekistonni mutlaqo bilmaydigan, o'zbeklarni hanuz ketiga po'stak bog'lab, ishora bilan gaplashadigan qabila deb o'ylaydigan odamlar bor-ku. Mehmon o'rnashdi. Tushlikdan keyin ko'chaga chiqdik. Mehmon mehmonxonaning peshtoqiga soya solib turgan qari chinorni ko'rsatib, "Juda yaxshi daraxt ekan. Inqilobdan keyin ekilgan bo'lsa kerak", dedi. Chinorning biron 150 yil umr ko'rganligi ko'rinib turgani holda mehmonning bu gapi menga malol keldi. Bu odam idorada nima uchun soch-soqolimni tortqilab ko'rgan bo'lsa, hozir ayni shu maqsadda, ya'ni qanchalik rost gapirishimni bilmoq uchun dilimni titkilab ko'rmoqda edi. Jinim qo'zg'adi-yu, men ham uni cho'kkalab o'ynagim keldi. "Ha, inqilobdan keyin ekilgan", dedim va biroz turib, mehmon meni aravacha qilganiga o'zida yo'q xursand bo'lib, girdayib turganini ilova qildim. "Birinchi inqilobdan ancha keyin ekilgan", dedim. Mehmon tushuna olmadi. "Sizlarda 2 marta inqilob bo'lganmi?" dedi shoshib. "Birinchisi qachon bo'lgan? Qanaqa inqilob?" "Bundan 100 yilcha burun", dedim. "Men ruslarning kelishini birinchi inqilob deb bilaman." Mehmon boshqa gap so'ramadi. Fotoapparatimni g'ilofidan olib, yo'l-yo'lakay unga, bunga to'g'riladi. Lekin bironta ham surat olmadi. Birdan ko'chaning o'rtasida chimmatsiz paranji yopingan bir kampir paydo bo'lib qoldi. Kampir xuddi shaharning hokimidek hech kimni, hatto militsiyaning hushligini ham pisand qilmay, hassasini katta-katta tashlab kelmoqda edi. Mehmon yugurib ko'chaning o'rtasiga chiqdi. Kampirni
qarshilab cho'kkaladi. Uni ro'paradan, yonboshdan, orqadan bir necha marta suratga oldi. Suratkashlikda o'ta jon kuydirganidan o'pkasi og'ziga tiqilib, o'tirgani joyi eslab qoldi. Parkka boshladim. Qahvaxonaga kirdik. Bir piyola qahvadan keyin mehmon o'ziga kelib, o'yin daftarini oldi. Undagi planga uzoq qaraganidan keyin shahringizning boshqa diqqatga sazovor joylarini ertaga ko'ramiz. Bugun menga Riksulloh Ansoriyning maqbarasini ko'rsatsangiz bas. Maqbara shu atrofda bo'lishi kerak, dedi. Riksulloh Ansoriy, bolaligimda Riks buva degan nom qulog'imga kirgan. O'sha vaqtda parkning mana shu o'ng qanotidagi tepalik, hozirgi teatr binosi tushgan joy. Bo'riston bo'lib, uning qoq o'rtasida Riks buva degan mozor, dahmo bo'lar edi. Biroz tashvishga tushdim. Bordi-yu, Riksulloh Ansoriy degan biror mo'tabar zot bo'lsa, buni uzoq yurtdan kelgan bir sayyoh bilsa-yu, biz bilmasdan maqbarani buzib tashlagan bo'lsak, bundan xunuk bormi? Biron nayrang ishlatib bu noqulay ahvoldan chiqish yo'lini ko'zladim. Lekin o'ylab, eng yaxshi hiyla to'g'rilik degan qarorga keldim-da, Ansoriy to'g'risida bilganlarimni aytib, u kishi shahrimiz tarixida qanday o'rin tutgan ekanlar, dedim. Mehmon savolimga javob bera olmadi. Shundan keyin o'lkamizda jahonga mashhur bo'lib o'tgan bir qancha kishilarning nomini aytib, mehmonni chaqmoqlab ko'rdim. Yo'q, mehmon bu odamlardan birortasini, hatto Ibn Sinoni ham eshitmagan ekan. Riksulloh Ansoriy kim? Uning nima fazilati yoki kasrati borligini bilmagan holda bu odam nega uning nomini ko'tarib yuribdi? Nega uning maqbarasi kerak bo'lib qolibdi? Shunga qiziqdim. Mehmon bu haqda bergan savollarimga javob bermasdan iljayib turib to'satdan, "Dunyo odamlarini ko'rganmisiz?" dedi. Mehmon gapning sarxonasini yangilamoqchi degan o'yda kulib qo'ya qoldim. Biroq qahvaxonadan chiqib, teatr binosining atrofini aylanib yurganimizda mehmon butkul jiddiy bir tarzda yana dunyo odamlar haqida so'z ochdi. Uzun so'zdan xulosa chiqarib, yer yuzidagi xalqlar taraqqiyot sanasining turli bosqichida. Biron bosqichda turgan xalq orasida o'tgan bosqich kishilari ko'rinib qolsa, bunga tabiiy bir hol deb qarash kerak, degan fikrni aytdim. Mehmon bu gapning tub ma'nosiga tushunib yetmadi. Ko'chaga chiqdik. Mehmon yana Ansoriydan gap ochdi. Shunda ko'nglimga bir gap keldi. Bu odam o'sha Ansoriyni dunyo odamlar toifasidan deb o'ylamasmikin? Xuddi aytganim chiqdi. Mehmonning otasi ilgari o'rtacharoq bir shirkatning boshlig'i bo'lib, shirkat singandan keyin umrining oxirini antropologiyaga bag'ishlagan. Undan ko'p qo'lyozmalar, jumladan mana shu qo'yin daftari qolgan. Shu daftar va boshqa hujjatlarda aytilishiga qaraganda, Riksulloh Ansoriy dunyo odamlar toifasidan ekan. Yana bir mo'tabar kimsa Riksulloh Ansoriy maqbarasi atrofida hozir ham dunyo odamlar yashavog'i ehtimoldan xoli emas, degan ekan. Jonim halqumimga keldi, lekin o'zimni bosdim. Shu atrofdagi hamma ko'cha va tor ko'chalarni kesib chiqdik. Men qayoqqa boshlasam mehmon yurmaydi. Teskari tomonga yo'l oladi. Tez to'xtab hammaga, xususan atlas ko'ylak kiygan xotinlarga orqadan zehn soladi. Aftidan dunyo odam qidiradi. Mehmon bilan gaplashish emas, uning aftiga qaragim kelmas edi. Kayfiyatimni bo'lintirib qo'ymaslik uchun noiloj so'z qotdim. Janoblari ota kasbini ushlabdilar-da, dedim. Yo'q, mutlaqo, dedi mehmon. Men jurnalistman. Antropologiyaga qiziqmasangiz, sizga dunyo odamning nima keragi bor? Mening gazetamga kerak, dedi mehmon. Hech bo'lmasa, bironta dunyo odamning suratini olib borsam deyman. Juda shov-shuv bo'lar edi. Yordam va'da qila olmaysizmi? Men o'ylab ko'rmoqchi bo'ldim. Mehmon juda quvonib ketdi. Ovqatdan keyin mehmon dam olgani yotog'iga kirdi. Men butun zahrimni jiyanimga to'kkani idoraga bordim. Jiyanim voqeani eshitib kuldi. Meni jahldan tushirdi.
Yuragingizni keng qiling, tog'a. Yo'lovchi har bir hurgan itning ketidan quva bersa, manzilga qachon yetadi? Degan bor. Sizning vazifangiz mehmonni istagan odami bilan gaplashtirish, istagan yeriga olib borish. Bundan tashqari, bu odam sizga omonat. Omonatga xiyonat qilmasdan qo'limga sog'-salomat topshirishingiz kerak, dedi jahlimdan tushdim. Kechqurun mehmonni konsertga olib bordim. Mehmon zalga kirishi bilan yana o'sha muddaoda odamlarga har tomondan razm sola boshladi. Beqasam to'n kiygan bir musafirning ketiga tushdi. Xayriyat, chiroq o'cha qoldi-yu, borib joyimizga o'tirdik. Mehmonga konsertga qiziqmadi. Mudrab o'tirdi. Alomat bir o'yin bo'layotganda hatto xurrak otib yubordi.